Assalamualaikum. Çarçıdınlar belki ben ama bildiğim bildiğim bana bir koyup şunda olsun ben kısa qilib bir qancha masalalarni yüzden o'ylagan narsalarni balkim sizlar o'ylab ko'rdinglar, qilib bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Shularni o'tirib qo'yib qaytib bir deb o'tmoqchi. Meniki so'zlaydigan tema sosyal medyanın kuchi, ya'ni sosyal medyanın kuchidan qanchalik texnik yaxshi foydalanib bizning milliy da'voyimizga xizmat qiladigan degan tema. Sosyal medyanın nima ishkanligini men demasam o'zinglar bilasizlar. Şu sahifelerga kirib yoki maqasi applicationlarning ichida turib bir-birimizdan gapirishib, hatto tillashib degandek oshna qilgan narsa. Oy, bana chiqmay qoldi. Bunu da mesela hazır qarasam 650 milyondan oshiq odam Facebookda men bunda o'tkazaydi bularni sizlar bilasizlar hamda 51sini har kuni chiqadi bularning ichida. Anki 1 milliarddan oshiq Twitter'ga chaplanadi har haftasi. Anadan keyin 460 ming yangi hisobot ochiladi har kuni Twitter'da. Twitter'ninki bu yer Twitter'ın asas so'zidir ki avvalgiga o'xshab boshqa narsa qilmayman. Chunki men o'zim meni qarashimcha Twitter bek muhim deb o'ylayman. Sosyal medyaning nimsida. Men mazmunlarni atlab o'tib ketay. Asas buni to'g'ridan boshqa yerlardan ko'rsanglar bu asas statistika. Ham yer bir muhim so'zlab ketadigan bir nuqtam 60 kun yani 2 oyning ichida YouTube'ga yo'llanadigan videolarninki umumiy miqdori Amerika'nın televiziyasida 60 yıldan yakın yollagan videolarning miqdoridan oshiq bo'lganda, bunda bo'lgandan keyin bu bir dengiz, tash dengizning ichidan bizning o'zimizga munosabatli narsani qanchalik boshqalar ko'rgizalaymiz deganda buni bir ayrim o'yilib nuqsa qildi. Shu hashtag ishlatilganiga diqqat qilsa qilib qarasam Uyg'urlarning orasida, yoshlarning orasida qanday bilmadim. Sosyal medyada Facebook'ta olsun, başka Twitter'larda olsun hashtag işletilgan belki az. Şunlaşqa hashtagni işletish belki muhim deb o'ylayman. Har qanday yerga hashtag Uyg'ur yoki marqasini bir kampaniya bo'lsa, ashdan qilib qo'ysak, ashni bosgandan keyin ashni munosabatli narsalar hammasi ashdangizdan ashdan to'g'ri chiqqan beliqlar o'xshash chiqadi. Men yaqin shu abaytni o'xshash sonliq ma'lumotlar bularni atlab o'tib ketay. Endi miyat deganimizda to'xtam chiqib qoldi. Ayın chiqyapti, chiqibdi. 3 minutdan eşik etdi, ma'lum bo'ldi. Update qil dedi, soat keyin qildanib qo'ya. Bu sosyal medyaniki Sharq Turkiston davosilik asos rolini ikki turga bo'lib qarasak bo'ldi. Birinchi turda o'zimizning xalqini uyg'otish va uyg'otib qolmasdan bizda bir xil tirilishni barpo qilish. Ikkinchisi bo'lsa medialarga, siyosatchilarga va Sharq Turkistonlik bo'lmagan boshqalarga özümüzden milliy davasini hazır bo'layotgan ishlarni anglatish. Asas qilish ikki yo'nalish bo'yicha bo'ladi. Hamda buning ichidan bu yerda tonish chiroylar chiqib qoldi. Mana bosh ko'rsak, mayoq ko'rinayotgan o'zining kimligini balki mes qilib bo'lmagan, es qismi vatanning ichidagi nima deymiz? Turmini o'zining ichida qutulib chiqib bo'lmagan xalqimiz, harakat qilishdan qo'rqayotgan xalqimizni sosyal medyada uyg'otish orqali, masalan, Tajalli efendimlarning televiziyasi bo'lsin, yoki Mayqas Ahmad Biday efendimning televiziyasi bo'lsin, yoki Mayqas Misharik Arqaysolarningki, shu sosyal medyalardagi Uyg'ur tilida yoki Mayqasda Uyg'urlar ko'p ishlatilgan tillarni yozgan narsalar orqali millatning milliy ruhini uyg'otish orqali ularni va o'ncha turgan avvalga o'xshash qilib bo'ladi. Global media turida izolyatsiya ta'tiladi. Bu aliyede uygunluk elbette bizim milletimiz uygunluk oldu deyimiz çünkü bu zulüm hepimizge yetti, hepimiz bilovatımız, bu zulümden kurtulmayırkenimiz, akıbetimizden yamayış gelirken ama bu uygun işte tiriliş ve hareketli aylandırışına özü bek mühimci. Şu an milli ruh bir yer bek mühim. Onun tirilişine yollamış yani. Ama yer dikende milli davayımızın öz halkımızga tunuşturuş linki yol doğruluk gaplar oldu. Hem de guvalıq videoları aqlga aqlay. Mesela bizim vatanda bizim xalqimizni, Sharq Turkiston xalqini, Uyg'ur qozoq qirg'izlarimizni jazo lagerlariga yuborgandan keyin
Jaza lagerleri gerçi 2017 yılı başlangan bolsunmu ta 2018 yılının başlarınca xalqaro medialarda, xalqaro siyasetçilerin ağzında, hatta yüzümüzden ağzında mı tilga elinmedi. Atanımızdan tutulup ketkenligi, qarindoshlarımızdan tutulganligi haqida biz özümüz bir-birimiz gibi ma'lumot berishdi. Hatta aynak qarab turib, "Hey, seni atang opang tutib ketdi o" deyishga petlangan holat berdi. Shu chog'larda e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasini birinchi bo'lib dadillik bilan o'ttirib qo'yganlar bizning qozoq qarindoshlarimiz. Qozoq qarindoshlarimiz guvohlik videolarini ishlashning muhimligini tunib yetgandan keyin bir do'lqin shakllantirdi va Qozog'istonda, bu Qozog'istonlik qarindoshlar balkim bilib o'tganda Jenevalik namoyishga keldi at yurt partiyasidagi bolalar. Şunu bilan Sayrangulning vaqalari bo'lsin, shunga o'xshash vaqaliklar orqali Qozog'istondan boshlanib bu vaqa tonildi. Uyg'urlarning ichida bo'lsa, dastlabda Abdurahmon Hasan apandimdan BBC ziyorat qilgan narsa atam bo'lib opamni aytibdinglar. Men o'qibulni men to'lab beray degan so'zi u bo'ldi. Undan keyin toki mush 2018 yili chiqqancha hech qanday bu nima deymiz, zanjirsimon reaksiya bo'lib, Uyg'urlar orasida keng tarqalib xalq to'pini qo'zg'amadi. Şundan bilan men 4-chi ayda yüzümün guvohlik videosini ishirdim, qozoqlarni o'rganib. Andan keyin masalan Finlandiyadan bir yerga kirgandan keyin "Sen yolg'izmi, Finlandiyada boshqalar yo'qmi, yoki boshqalar bunday ahvol bo'lyapti" deysan, unda desam, rostga qanday ishondirsan uni. Rostanda ahvollar bo'lsa, yoki sening oilang ishimi, sen bir ishdan qan bo'lsan, yoki oilangni kirib ishdan qan bo'lsa, degan o'xshash gaplar haqiqatan chiqqandan keyin men yana bir video ishledim. O videomu shunday chiqib topilib ketdi. Orqadan keyin boshqa qarindoshlarni shu guvohlik videolari berish haqida nima deymiz, chiqishga boshladim. Germaniyada masalan Gulzira qiz chiqdi. Andan keyin shunga o'xshash zanjirsimon reaksiyalar bo'lish orqali nurg'un qarindoshlarimiz o'rniga chiqib guvohlik videolarini berishga boshladi. Buning ichida cho'qim tilga aytib o'tish kerak bo'lgan bir odam Abdurahmon Hasan, bizning Turkiyadagi abayim bilan tilg'ab o'tdim. Abdurahmon Hasan qarindishimiz, men hisoblab baksam 160 ga yaqin odamni guvohlik bergizdi o'zi. Shu hammaga berib ish kelib yurib, men bu vaqtda men hikoyalarimni oldim, biz guvohlik bergan odamlar o deb berdi. Abdurahmon Hasan qarindishimiz orqaga kelib yurib, ular so'zlab yurib, ta'sirlantirib 5 minutlik 10 minutlik videoni ishlash uchun 2-3 soat orqada yurib so'zlab, hatto haftalab orqada yurib so'zlab qoyil qolgan nurg'un odamlar. Shuna bu yerda Abdurahmon Hasan qarindishimiz bir olqishimizni yo'qotdik. Orqadan guvohlik to'lqini shakllangandan keyin jazo lagerlarining masalasi haqiqatan xalqaro medialarda, xalqaro sahnalarda ta'lim yaxshi o'tirib qo'yish boshladi. Dunyo o'tirib ketdiklar so'zildi. Bular lobchilik faoliyatini yapgan vaqtida bularga kerak bo'lgan aqsabni qo'llaydigan isbotlar mushlar orqali ta'minlandi va ommaviy tunish shakllanmiş orqali. Endi bu sosyal media Sharq Turkiston davosining rolini yana birisi sosyal media orqali millat davoyimizni xalqaroga bildirishdi. Endi buningda bevosita shu tilda so'zlashadigan odamlarning masalan Finlandiyada bo'lsa, Finland tilida fazilatnoma Finland tilida Twitter bor. Men agashgan sizga Finland tilida jumla qilasiz. Boshqa tillar masalan boshqalar ingliz tilida yoki makas golland tilida, fransuz tilida ishtimlarni qilsa, shu joydagilarga bevosita bildirildi. Aka key persons deymiz, xalqaro odamlar xuddi qatnash tuguniga o'xshash. Masalan, Germaniyada bo'lsa, kichik yezdan yana bir yezga berish uchun oldi bilan cho'qim cho'ng bir shaharga berib, cho'ng bir shaharni aylanib boradi. Buni qatnash tuguni deymiz, shundaqmi? Bu shu sosyal mediadan qatnash tuguni va xudmaylik ma rasmda ko'rsatilganga o'xshash, cho'ng'aroq turganlar, chiq odamlar bilan tanishib, qandaqni qilganlar. Buni mushta o'xshash qatnash tugunlarini shakllantirish kerak muhim. Bu yerda bir qancha shu ikki misolni aytaman, o'zining tilida so'zlab qolganlar. Birinchisi bizning Norvegiyalik Nijat qarindoshimiz. Bu videolarni batda mamnunlar ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Birinchisi Nijat qarindishimizning videosi. Miyada garchi 39 ming ko'rilgan bo'lsa, Norvegiya Uyg'ur yoshlarniki bu yerda 39-40 ming yaqin qatam ko'rildi. Ammo turklarniki chiqargan videosida men o'tgan qasam 300 ming o'shadan ko'rib bo'pti uni. Buni
Bunun doğru gerek vallahi bir alkış alıp dersen alındı. Bu videonun məzmunum üçün də yaxşı, kömgəllər olsa bir görüşənlərini tavsiyə edirəm. Türk dilində. Ananiki Meryem Sultan kardeşimiz bu yıl bir neçə ay avval bu videonu işlep çıkardı. Yüzden annesi hakkında video guvalık verdi. Kızdan Türkçe belgen video guvalığımı şundak çıktı takip ettim. Ayakta bu İngilizce belgeni. Bu yerde ben karışsam Tünügün karalda 20 bin yakın adam görüp koptu. Mavi yaktıksı Kalmarat'ta Finlandiya'da yaşayan bir balınınki. Tanımayın mı? Bu ballarınkinde Angelilik Musulmanlar cemaatindeki ballar bilen birleşip yapılan bunun başkaları bu ballarda kim Uygur ya kimler Uygur diyen bir faaliyet var. Şu faaliyet yapılan çağda bir video işleyen, top bir video işleyendiğin bir akşamın özünde, bir akşamdan işte 20 bin adam köygen, hazır kalsam 1500 kadar adam tarkıttı bunu. Ananıkin 70 bin yakın, 67 bin adam köy yaptı. Bu halde aş özünün tığı da bizim meselemizin anlatışına uyumluluğuna bir ispatı. Hem yeni birisi karsak key persons dedik. Uygurların içinde başlangıç işine kavatlıma bizim Uygur cemiyetlerine gidip Nurban'ın ergeç güçleri var. Nemle var mı? Yerime bir kanca adamdaki misal kıtap ettim. Mesela Minik'de 14 bin, 15 bin yakın ergeç gücü var. Facebook'ta dosya emez, ergeç gücü. Mutlak köprüsün asli çetlerle çıktı. Annemler uçakta 8 bin, 9 bin yakın çetlerle ergeç gücüm battı. Onun için Uygurlar kelişki başladı. Kelişki başlayan değil ve Uygurlarla çıkarak oyun veriş için 2 bin adamını dostluktan çıkarıp ettim. Uygur bomboğan, Uygur meselesiye kızıkış ihtimali lütfen bu adamlarını. Şunu olan koşulan çıkaran, bunun içinde belki 6-7 bin yakın Uygur var. Yani dostu olanlar 2 bin adam ve onun sık 5 bin yakın ergeçkici. Şunu olan en önemli yeni birisi bizde namsız kahramanlar var. Müşcayda ama bu Uygur from East Turkistan asli account'ı, demiz Uygur speaker, Uygur sözlükçü. Bu kardeşimizin faaliyetlerinin birisini bir misal kılıp alayım ben. Bu kardeşimiz Avrupa'da yaşaydı. Kimliğini belki bir yer bildiğim bir iki adam buluş var ya ki yok ya ki yok. Belki belli bir işim mümkün. Şunda plakarla iştildi. Bir kanç vakalık var. Şu vakalıklarını şu kardeşimiz aşkarlap çıktı. Bununki Twitter'da hazır 15-20 milyon hoş ergeç kişisi var. Nurgul Nersen tweet çıktı. Yüzü İngiliz dili söz edilen devlette turmagan İngiliz dilinde yazdı, Xitay dilinde yazdı. Oş ergeçliklerin köp kısmı dünyadaki her kaysı hali danlık adamlar ergeçken bunlar. Mark Rubio'dan tartışıp ergeçken Amerika'nınki. Ben onun için çoğu jurnalistler var. Ötken karsak 50 netçim, 60 netçi jurnalist var iken danlık. Enki bizim Uygurların davasını aldıran bir medyatik rehberler kurup Türkiye'deki Muşlimler kanmış akımız var. Açımızın var. Cinsini aşağıda koydum. Şunu olan şu lagerlar meselesini bekçinin kıldı. Miyerde tünügün bir Şilisiyada ama Tokyo'da East Turkistan'a gelen Nicat kardeşimiz var. Anadolu'nun Abdülhani Sabit Gollar diyerek ki Bulağının kurban Tokyo'da East Turkistan'a geldi. Mayak'ta 9 bin yakın adam hazır ergişipti. Bulağının Twitter account tutum ve etken karsam 11 bin yakın adam ergişipti. Mayak kardeşim patmarına gittim. Misal kılıp çıkırıp koydum. Hem de Uygurlar'ınki davasına nispetten sosyal medyanınki payısı bekerek mühim bayağı bir yerdeki akide sanırımız dep öttü. Benden de üzerindeki düşen su için desem Uygurlar'ınki özümüzde Uygur çıkan bekerek mühim boğunu Facebook çünkü Uygurlar merkezinde de Facebook'u merkezleşti. Bence olsa sosyal medya kullanılan Uygurların %95'ten 99% kişilerki memlesi Facebook'un asası kullanıldı. Şunda oğan için Uygurların Uygur dışında mesela YouTube'un var mı içinde? Hüseyin Tecelli yapendimden olsun, Ahmet Pida yapendimden olsun, yapmaya kalsı başka işte size doğru televizyonuna kullanıp bizge leksiyelerni oralaştırıp şunda yaxşı faaliyetlerni hep berip sizler. Bu yerime rahmetin yen bir nevet etme. Bulağı alkışa alaklar olsalar. Çünkü millet de Uygur işte bek mühim. Çoğun ondan sırt mesela silahı anadaki ilim kıldığımda en kim avu
Instagram'a işbirisi gibi oldu. Çünkü hazır asasen Uygur diasporadaki Uygur yaşlarda hemmesi tegirek Instagram'dan bir yaxshi yer, yeni bir işler olması üstüde görünüp durdu. Benim esbeyganlık alqaqlıqın göründü. Bayraqni görüşni xalamaydigan Uygurlarning davasini, ahvolini bilishni anchalik xohlasimi, paytlanmaydigan nurg'un qarindoshlarimiz majbur buni ko'rib qoladi. Andan keyin eng muhim bo'lgani Twitter bizda. Chunki dunyoga bildirishda Twitter bak rol o'ynaydi. Men bu yoqda endi misol olib so'zlamoqchi. Nima ish muhim degan chog'da Twitter'da Amerikalılar xalqmanlar sizlarning siyosetchilarni chiqarib qo'ydik. Siyasetçiler asasen hem bir siyasetçi Twitter oynaydı, normal haberlerini Twitter'da gördü. Twitter arkalık prezident boğalı mesela hürmetlik Donald Trump efendi. Andan keyin jurnalistlarni bekçirken mesela ben Twitter'da tabii yeni başlap oynadım. Menikidim tak bir yerimden nereden bana iticik mesela aslında gün sayın cıhlavadı. Şu az adam olsun mu? Süpertik adamlar olsa haberinde key person deymiz. O aşağıdaki adamlar olsa nurgun zencirsimar reaksiyalar kılıp çoğun işten kayılı bulurken. Çoğun iş diyelimde çoğun medyalara çıkarıp kayılı bulurken. Mesela meninkinin 20'den oluşu halkaralık medya meniki atanamdan vakaligini elan kıldı. Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya'nın olsun. Andan keyin belki Michel Otagan bazılarını ben tunuşturgan buluşum mümkün. Medyalar bilen tunuşturgan adamlar oldu. Üzüm guvalarını belgendiği ki medyalar bilen görüşmeli gellergini memnun kıldı. Demek abaydığında bizim medyatının adamları bunu çok küçük kıldı. Ular bulmasa yalnız hiç kanday işini kılmaydı. Bir yerde Mısır'da bu vakalik hemimiz bilmiyoruz şunda bu. Mısır'da bu vakaliknin ki halkara aşkarlanışı da abaydığın Uygur speaker diye adam bilen bizimki Abdüveli Ayıp mualliminin töhbisi bek zor. Aynı vakitte vakar kandak olgan degan çağda Mısır'da deymiz tutulgan okuvchi bolalar haberni yetkizdi. Haberni yetkizgandan keyin Abdüveli Ayıp muallim bilen bizimki Şarkı Türkistanlık Uygur namındaki Twitter'da qatnaştırgan bo'lgan qarindoshimiz Twitter'ga chiqirdi. Twitter'ga chiqargandan keyin bakchiq ko'rilmagan qarasanglar. Bakchiq ko'rilmaydi. Bakchiq ko'rilmagan bilan ishonchli ma'lumotlar hammasi. Buningda rasm bor, shunlashqa rasmlik isbotlar o'zgartirilmagan ma'naviy texnikalik narsa orqali nerede qachon tortilganligini belgili bo'ldi ekan. Shular orqali bu rast ishonchlik rast bo'layotgan voqea ekanligini aniq qildi. Buni Twitter'ga yo'llaydi. Twitter'ga yo'llagandan keyin medialar bilan aloqasi bor odamga uchur yo'llaydi. Uchur yo'llagandan keyin men faqat misol so'z aytman, qanday prosesdan bo'lganligini. Buldu. Andan keyin birinchi bo'lib Al Jazeera'ningki, bu chisollarni qarasanglar, Al Jazeera'ningki so'zlashib 2 kun qolmay nimani maqolani yozib e'lon qildi. Maqolani yozib e'lon qilgandan keyin BBC ular qilib şu nimani xalqaro Misr vaqasi, Misrdagi Uyg'ur bizning o'quvchi bolalar, qarindoshlarimiz tutilgan vaqani oshkorlaydi. Ammo bu ishlarda deputatlarning shu bolalardan qutulib chiqqanlari medialarga so'zlashishga paytalanmaydi. Shuning bilan bu bir do'lqin o'tib ketib qoladi. Shunlashqa mediaga chiqib so'zlashib paytanadigan odamning bo'lishi bek muhim. Bu bir-birini to'liqlaydigan narsa. Masalan, Facebook'ta Hüseyin Teceli efendimlerinin olsun, qo'vatgan ishlar nima ish muhim degan chog'da bizda uyg'unish bor. Uyg'unishdan tirilish, ya'ni milliy ruh bo'lish, bu ya'ni vijdon bu degan gapni qilmaymiz. Masalan, paytanadigan bo'lish uchun ashunday bir milliy ruh bo'lish kerak. Shunday bir milliy ruh bo'lgandan keyin to'xta, men hozir qutulib chiqdim. Men bilan birga o'qigan, men bilan birga o'ynab yurgan bolalar hali ham turmada yapmak nerede işlerliğini bilmeyimiz. Hazırda çizdiğini kuatımız, okumayımız nerede işlerliğini. Belki Xitayga ketdi, belki azamiyada xo'shal kulish bilginimizle aşık bolalar meni vaqt xo'shal kulish bilgan bolalar bir turkumi oyoqda, bir turkum oyoqda. Şu aşık qarindoshlarimizni unutqansak bo'ldi. Mening deydiganim tuylandi. Rahmat sizlarga. Sual sorar mısınız? Sual sorar mısınız? Slavonov. Tamam. Masalan, ben mühendis kuratsız okumaydım aslında.
Ben sizni misal almadım çünkü Yani işte- organlarınkini Ha, misal almadım dedim. Gerçekten sen çıktığında zor düşürme. Hem de benim sorayım sualım hem de. Her böyle işte konuşmalar oldu, yani kıyınçılıklar oldu. Evet. Şu kıyınçılık hepimizde söz yaparsanız hem de çünkü belki yaşlarını mağuşaş kılıp işleri bakmayısınız ama elbette sizinkini almanı genelde böyle kitaplar mı olur işte mümkün. Ama tuzal bular, küçük ayda bular. En azından şu an şu taraftan azap söz yaparsanız hem de bu nimege dikkat kılış gerek. Çünkü yani aslında benim gibi bu özel makyarıyla sözüne vaktimim. Bazen sözler mesela Facebook'ta bulanlarlar olsa yaxşı tarafından yaman tarafı var. Biz bazen de kırmızı kızı hakça şu an haklarına eklemesine çıkan mesela bu da bana Şincan'dı. Yani iş Türkistan meselesi de pek hoşuma şu an. Tutsal bulan bir sözler yaparsanız bulan yeni dikkat kılış gerek. Rahmet. Qandaq bir narsa yaratilgandan keyin uni ishlatishni qandaq yo'l ishlatish o'zimizda. Masalan, pichoq bo'lsa, siz pichoqni tomoq qilib yoki mayqas daraxtlarni tutib bir ishlarni qilsangiz, bu yaxshi turmushga foydali bir ish undaqmi. Ammo siz pichoq qilib bir odam o'ldirsangiz, begunoh odam o'ldirsangiz, xuddi bizning dilimizda, bizning muqaddas kitobimiz Qur'onda deyilgandek, bir begunoh odamni o'ldirsa, bütün insoniyatni o'ldirganga o'xshash bir cho'ng gunoh qilasiz, shundaqmi? Oddiy bir pichoq. Bu bir pichoqqa o'xshaydi. Biz bu pichoqni to'g'ri yerga ishlatgan vaqtimizda biz lag'man so'rab qo'yamiz. Qo'rg'onchi, hech yoki mayqas polo qilib yeyamiz. Ammo buni yaxshi yerga ishlatmagan chog'da xuddi Odam alayhissalomninki ikki o'g'li Obil bilan Qobil bir-birini o'ldirganga o'xshash, bir-birimizni o'ldirib qilishimiz mumkin. Bu deganim hagizm fizikologik ish emas, ruhiy jihatdan. Ama bu yerda dinni bilan so'zlab qolsam xafamanlar, xato tushunmanglar demoqchi. Bir odamning ko'nglini qirish Ka'bani yiqitganga o'xshaydi-ku. Davosimizda nurg'un ishlarni qilayotganlar bor, nurg'un xatoliklar, shaxsan menda nurg'un xatoliklar bor. Mana nurg'un gaplar keldi, odamning qalbi qirilgan gaplar. Ammo ko'p ahvollarda yaxshi gaplar keldi-da. Shunda bo'lgandan keyin buningda bir yaxshi bo'lmagan bir ish, yaxshi ko'ngilda turibmi ba'zida? Chunki hammamizning psixikasida ozroq masala bor hozir. Chunki biz bizdek bunda besimda yashashning o'zi oson ish emas-ku. Men gapirish vaqtim, sizlar mana gapirishdan deyman. O'zingizlarning normal o'quvchi do'stlaringlar, savodoshlaringlar, yoki xizmatdoshlaringlar, qo'shnilar, yoki misol do'stlaringlar bilan o'zingizlarning ahvolini, millatinglarning ahvolini uqtagandan keyin ular ko'p ahvollar voysan fantaziya so'zlab olsangiz, tulimabsiz, biz ashundaq bir fantaziyani ichida yashayapmiz. Shunda bo'lgandan keyin hammamizning psixikamiz unchalik yaxshi emas. Shunlashqa bu pichoqni Obil Qobil ishlatganda emas. Balki shu lag'man va qo'rg'onchi bilan tamoqlar qildigan pichoqdek ishlatsak yaxshi deb o'ylayman. Mabay qiyinchilik masalasi kelgan chog'da qasam men oldin vaqtimda kerak edi. Qiyinchilik masalasiga kelsak, qiyinchiliklar mening qiyinchiligim nima desa, men ingliz tilini so'zlaydigan joylar tutib qo'ydim. Rossiya qanchalik ingliz tilini o'zim o'rgangan. Boshqa til masalan turkchilim ba'zi yozaman, ammo turkchimi Turkiyada turib boqdim. Turkchilim o'zim o'rgandim. Dizgilar deysizlar u. Bu juda ravon emas, ammo masalan mishada nurg'un men ko'rdim yoshlarni ingliz tili bo'lsin, yoki mayqasi, nima deymiz, kichik munosabat bo'lsin, nazar doiy jihatdan bo'lsin, shundoq kam, shundoq yaxshi ekan. Masalan, fazilat sanamizmi, men buni kichik vaqtdan tortib tunayman. Finlandiyada nurg'un Finlandiyaning yerlik politikaga oid ishlar, yaxshi ishlarni qildi. Ko'rib shundan bir umidlandim. Ham sizlar Termobek bu bizning davoyimizga kirishsangizlar, albatta biz burungi avlodlarimiz yaxshiroq ish qila oladigan bo'lsa, chunki biz vatanda tug'ildik, vatanda bir qism ma'rif tarbiyasini oldik, yana bir qismini chet elda oldik. Sizlar biroqli chet elda tug'ilganlar, emas chet elda biroq ma'rif tarbiyasi olganlar, bularni tanib yaxshi tushunasizlar, bizningdimi bakrak yaxshi qila olasizlar deb o'ylayman. Shunlashqa bizning o'zimizning qiyinchiligi, o'zimiz bosh sharoitdan chekki,
Hem bu şəraitlərdə yağış cərəyanımızın təsir oldu. Hem sizlərdəki müəllimət oxşmayan qiyinçiliklər oldu. Rəhmət. Cavab verərdin mi oldu? Haqqı yaxın. Başka soru var mı? Yaxşı düşündüyüm bir sual. Bak şu bitisine ya zevk yapalım. Sual sorsa takka tukka cevap vereceğiz. Soruları sorma. Ayrım sonra Xudo sizga fursat beraylik. Bo'ldi, rahmat. Jalil efendim. Men tunji qitim o'zimni o'zim olaman. Aman rahmat, Allah razı olsun. Efendim ben kanunları öldürüp sözdeyiz. Men sizga Ko'p rahmat. yavaş. Siz bana para verdiniz. Ay yok. Bana şey olmaz. Yok. Kıymanlar da Tüpü gerek kıysa?